Sizning YouTube'da kanalingiz bor va unga uzluksiz kontentlar qilyapsiz. Lekin sizning ham videoroliklaringiz yaxshi view bo'lmayaptimi? Hozir sizga ko'p kontent yaratuvchilar bilmaydigan, ammo videolaringizni topga olib chiqishga yordam beradigan yashirin sozlamalarni ko'rsataman. Hammaga salom, sizlar bilan YouTube O'zbekiston kanali va men Abdulaziz. Videoni boshlashdan oldin sahifaga a'zo bo'lishni unutmang, chunki ushbu kanalning kurs qismiga o'tsangiz, YouTube'da qanday qilib kanal yuritish haqidagi noldan o'zbek tilidagi darslikni topishingiz mumkin bo'ladi. Afsuski, siz yangi YouTuber bo'lsangiz, YouTube algoritmi sizning kanalingiz qaysi mavzudaligini yoki sizning kontentlaringiz qaysi yo'nalishda video chiqayotganligini bilmaganligi uchun qanaqa auditoriyaga namoyish qilish kerakligini bilmaydi. Shuning uchun sizning videolaringiz YouTubening eski omborlaridan joy oladi. Lekin bu muammolarga yechimni YouTubening o'zi quyidagi narsalarni aytib ketgan. Ya'ni bu juda ham oddiy. Yangi kontent yaratuvchi o'zining kontentlarining sarlavhasiga, tavsifiga va taglariga qattiqroq e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Va shunda tabiiyki YouTube sizning kontentingiz qaysi mavzuda ekanligini tezroq tushunib oladi va YouTube algoritmi aynan o'sha mavzuda video ko'ruvchi algoritmga sizning kontentlaringizni tavsiya qila boshlaydi. Lekin YouTubening shunaqa 3 ta maxfiy sozlamalar borki, u orqali siz YouTube algoritmiga o'zingizni tezroq tanishtira olasiz. Misol uchun siz kimsiz, kontentlaringiz qanaqa mavzuda, sizning auditoriyangiz qanaqa yoki sizning kontentlaringizni qanaqa auditoriyaga namoyish qilish kerakligini YouTube algoritmi tezroq tushunib oladi. Hozir esa sizlar bilan bu 3 funksiya haqida to'liqroq gaplashib chiqamiz. Qani unda boshladik. Birinchisi kalit so'zlar. Bu butun kanalingiz haqidagi kalit so'zlar hisoblanadi. Ya'ni bu taglar orqali sizning kanalingiz qaysi yo'nalishda kontent qiladi, qanaqa kontentlar chiqarishini bildirib turadi. Ha, bu taglar yuzerlarga ko'rinmaydi, lekin shuni bilingki, siz bu taglar orqali YouTube algoritmiga sizning kanalingiz qaysi auditoriyalarga ko'rinish kerakligini oldindan bildirib turasiz. Xo'sh, bu qanday ishlaydi? Profil rasmingizga bosing, YouTube Studioga kiring, keyin Settings, ya'ni sozlamalar bo'limiga o'ting. So'ng Channel bo'limini tanlaysiz. Bu yerni taxminan 99% kontent yaratuvchilar bo'sh qoldiradi. Lekin bunday qilish xato hisoblanadi. Keling ushbu joyga siz qiladigan kontent mavzulariga to'g'ri keladigan taglarni yozib chiqamiz. Bu yerga kanalingizga tegishli kalit so'zlarni yozing. Masalan, YouTube, monetizatsiya yoki kanalingiz qaysi mavzuda bo'lsa, shunaqa so'zlar. Lekin faqatgina bular bilan cheklanib qolmang, chunki tomoshabin faqat qisqa so'zlar bilan qidirmaydi. Keling tomoshabin rolida qidirib ko'ramiz. Misol uchun siz YouTube kanal ochmoqchisiz. Buning uchun qanday qilib YouTube kanal ochish mumkin deb qidirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ushbu joyga siz faqat so'zlar bilan cheklanib qolmasdan, uzun gaplar ham yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi ko'pchilik qilmaydigan sozlama Upload Defaults. Bu funksiya ham xuddi o'sha menyuda joylashgan. Upload Defaults ga o'ting. Bu bo'limni YouTubening eng brilliant funksiyalaridan biri desak adashmaymiz. Chunki ushbu bo'lim orqali siz ancha-muncha vaqtingizni albatta tejab qola olasiz. Xo'sh, bu funksiya nima? Upload Defaults funksiyasi orqali siz keyinchalik joylagan hamma videoning tavsiya qismiga bir xil komment yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu joyga yozgan narsalaringiz keyinchalik yuklagan barcha videoroliklaringizning tavsif qismida paydo bo'ladi. O'ylaymanki, bu funksiya sizning ancha ko'p vaqtingizni tejab qoladi. Sababi siz yangi video qo'yganingizda uning tavsif qismiga har doim bir xil narsani qayta yozib o'tirmaysiz yoki eski videongizga borib kopiya qilib kelishingiz kerak bo'lmaydi. Shunchaki avtomatik o'zi paydo bo'ladi. Xo'sh, o'zi bu joyga nima yozish kerak? Ushbu joyga o'zi umuman kanalingiz haqida to'liq ma'lumot yozishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'zi qanaqa kontentlar qilasiz yoki siz ularga qanaqa yordam bera olasiz va hokazolar. Shunda har safar video yuklaganingizda ushbu yozgan narsalaringiz video tavsifida avtomatik paydo bo'ladi. Siz esa uni ustidan faqat o'sha videoga xos qismini yozib qo'ysangiz kifoya. Uchinchi va eng so'nggi sozlama Default Tags. Bu funksiya ayniqsa yangi content creatorlar uchun ayni muddao hisoblanadi. Chunki yangi video yuklaganingizda YouTube algoritmi sizning videongizga yozilgan taglarga qarab, uni qaysi auditoriyaga namoyish qilish kerakligini bilib oladi. Bu sozlamani ham xuddi o'sha Upload Defaults menyusidan topishingiz mumkin. Siz qilishingiz kerak bo'lgan oddiy narsa bu ushbu joyga 3-4 ta tag yozib qo'yish hisoblanadi. Shunda siz yozgan ushbu taglar har bir videoda avtomatik paydo bo'ladi. Lekin shu joyda sizga eslatib o'tishim kerak. Faqatgina so'zlar bilan kifoyalanib qolmang. Ushbu joyga keng gaplarni yozish ham esingizdan chiqmasin. Bu 3 sozlamani siz birgalikda ishlatsangiz, bu go'yoki YouTube algoritmiga GPS bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni sizning kontentingiz qaysi auditoriyaga namoyish qilinishi kerak, sizning kanalingiz o'zi qaysi auditoriya uchun mosligini ko'rsatib turadi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, kontentingiz topga chiqish uchun faqatgina bu 3 funksiya yordam bermaydi. Videongizdagi hook, muqova va titlelar ham ancha ahamiyatga ega hisoblanadi. Ularda esa aynan YouTube O'zbekiston kanalida birma-bir o'rganib borishingiz mumkin. Shunday ekan, videoni tugatishdan oldin kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Все.